Assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizda ish vaqtida ishchi xodimlarning jarohatlanishlari va kasb kasalliklariga chalinishlarini oldini olishda eng muhim tadbirlardan biri hisoblangan ishchi xodimlarga texnika xavfsizligi bo'yicha yo'riqlashlar berishga qaratilgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Mehnat muhofazasi bo'yicha yo'riqlashlar o'zi nima? Yo'riqlashlar xodim ishni bajarish davomida xavfsiz, jarohatlanmasdan ishlashi uchun unga ish rahbari tomonidan olib borayotgan ishini xavfsiz va to'g'ri bajarish uslublarini tushuntirishi va o'rgatish bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlar majmui hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi hududidagi korxona va tashkilotlarda mehnat muhofazasi bo'yicha yo'riqlashlar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1996-yil 14-avgustda 272-son bilan ro'yxatga olingan tashkilotlarda mehnat muhofazasi bo'yicha o'qitish va bilimlarni sinovdan o'tkazish to'g'risidagi nizomga asosan olib boriladi. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati korxona va tashkilotlarida esa ushbu nizomga qonun osti hujjat sifatida ishlab chiqilgan mehnatni muhofaza qilish bo'yicha o'qitish va bilimlarni sinab ko'rish to'g'risidagi nizom, ya'ni MBT 312 nizomi ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu nizomga asosan yo'riqlashlar olib boriladi. Demak, temiryo'l sohasida ishlovchilarga beriladigan yo'riqlashlar kirish va ish joyidagi yo'riqlashlarga bo'linadi. Ish joyidagi yo'riqlashlar o'z navbatida birlamchi, joriy, davriy va navbatdan tashqari yo'riqlashlarga bo'linadi. Kirish yo'riqlashi. Kirish yo'riqlashidan kimlar o'tadi? Korxonaga ishga kirayotgan barcha xodimlar, boshqa tashkilotlardan korxonaga malakasi, ish staji, tajribasidan qat'iy nazar ishga yuborilayotgan xodimlar, shuningdek talaba va o'quvchilar amaliyotga kelgan davrda kirish yo'riqlashidan o'tadi. Kirish yo'l yo'rig'ini o'tkazishdan maqsad ish sharoitlari, ichki mehnat tartib qoidalari va mehnatni muhofaza qilishning umumiy qoidalari bilan tanishtirish kirish yo'l yo'rig'ining maqsadi hisoblanadi. Kirish yo'riqlashlarini kimlar o'tkazadi? Kirish yo'riqlashlarini korxonaga barcha yangi kirayotgan ishchilarga, korxonaga xizmat safari bilan kelgan ishchi xodimlarga korxona mehnat muhofazasi muhandisi o'tkazadi. U yo'q vaqtlarda bosh muhandis yoki mehnatni muhofaza qilish masalalari zimmasiga yuklatilgan shaxs tomonidan kirish yo'riqlashi o'tkaziladi. Faqatgina korxonaga amaliyotga kelgan talaba va o'quvchilarga kirish yo'riqlashini korxona bosh muhandisi, agar bosh muhandis yo'q bo'lsa, korxona rahbari tomonidan o'tkaziladi. Kirish yo'l yo'riqlari korxona rahbari tomonidan tasdiqlangan kirish yo'riqlashlarini o'tkazish dasturiga asosan o'tkaziladi. Ish joyidagi yo'riqlashlar har bir ishchiga to'g'ri va xavfsiz ishlash usullari va ish uslubini, uskunalar, mexanizmlar, moslamalar, ularning tavsifi va ish joyini ishga tayyorlash tartibini tanishtirish ish joyidagi yo'riqlashlarni o'tkazishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ish joyidagi yo'riqlashlar TN19 formasidagi jurnalga rasmiylashtiriladi. Birlamchi yo'riqlashlar xodim amaliy tajriba orttirish maqsadida ishga yangi kirayotganda, boshqa ishga o'tganda yoki boshqa xususiyatli uchastkaga ishga borayotganda, korxonaga xizmat safari bilan kelgan xodimlarga, shuningdek amaliyot o'tash uchun kelgan talaba va o'quvchilarga sex boshlig'i tomonidan o'tkaziladi. Joriy yo'riqlashlarni o'tkazishdan maqsad kundalik ishlarni to'g'ri va xavfsiz bajarishda zaruriy ko'rsatmalarni berishdan iborat. Joriy yo'riqlashlarni stansiya boshliqlari, ustalar, mexaniklar, yo'riqchilar, smena katta ishchilari va ish rahbarlari tomonidan o'tkaziladi. Joriy yo'riqlashlardan o'tkazilmasdan ishga qo'yish qat'iyan taqiqlanadi.
joriy yo'riqlashlardan o'tkazilmaydigan lavozim va kasblar ro'yxati korxona rahbari tomonidan tasdiqlanadi va ushbu tasdiqlangan ro'yxat korxonadagi tegishli hujjatlar, nizomlar, standartlar yoki korxona buyrug'i bilan tasdiqlanib qo'yiladi. Joriy yo'riqlashlar o'tkazilganligi to'g'risidagi qaydlar TN19 jurnaliga rasmiylashtiriladi. Shuningdek, joriy yo'riqlash o'tkazishda yo'riqlovchi va yo'riqlanuvchilar oralig'idagi masofa 3 kilometrdan oshgan vaqtlarda yo'riqlashlarni telefon orqali o'tkazishga ruxsat etiladi. Birlamchi yo'riqlashlarni o'tkazishdan maqsad ishlab chiqarishning aniq holati va muayyan ish joyidagi xavfsizlik usullarini o'rgatishdan iboratdir. Birlamchi yo'riqlashlardan xodimlar ozod qilinishi mumkin va bu ozod qilingan xodimlarning ro'yxati korxona boshlig'ining buyrug'i bilan tasdiqlab qo'yiladi. Birlamchi yo'riqlashlar har bir xodimga alohida tartibda o'tkaziladi. Faqatgina yangi uchastka ochilganda 25 kishidan ko'p bo'lmagan holatda birlamchi yo'riqlash o'tkazishga ruxsat beriladi. Davriy yo'riqlashlar. Davriy yo'riqlashlarni o'tkazishdan asosiy maqsad muayyan vaqt davomida xodimning asosiy kasbi va ish mobaynida tez-tez bajaradigan vazifalaridagi xavfsizlik talablari bo'yicha bilim ko'nikmalarini yangilash va qo'shimcha texnika xavfsizligi bo'yicha tushunchalar berishdan iboratdir. Davriy yo'riqlashlar 3 oydan ko'p bo'lmagan muddatda barcha ish xodimlarga o'tkaziladi. Agar xodim mehnat ta'tilida, xizmat safarida yoki boshqa sabablar bilan ishda bo'lmagan vaqtda davriy yo'riqlashlar o'tkazilgan bo'lsa, xodim ishga chiqqan kunining birinchi kunida unga davriy yo'riqlashlar o'tkaziladi. Poyezdlar harakat xavfsizligi, uskuna va moslamalarni sozlash, ta'mirlash, ularga xizmat ko'rsatish kabi xavfli ishlarda mashg'ul bo'lmagan xodimlar davriy yo'riqlashlardan o'tmasligi mumkin. Davriy yo'riqlashlardan ozod qilinganlar ro'yxati korxona boshlig'ining buyrug'i bilan tasdiqlanadi. Navbatdan tashqari yo'riqlashlar. Navbatdan tashqari yo'riqlashlar quyidagi holatlarda o'tkaziladi. Korxona, tashkilot va muassasalarda ishlab chiqarish bilan bog'liq bahs-hodisalar sodir bo'lganda, ushbu bahs-hodisalarning qayta takrorlanishini oldini olish maqsadida navbatdan tashqari yo'riqlash o'tkaziladi. Texnologik jarayonlarda o'zgarish bo'lganda, bir turdagi uskunalarning o'rniga boshqa turdagi uskunalar olib kelinganda, navbatdan tashqari yo'riqlashlar o'tkaziladi. Shuningdek, korxonada mehnat muhofazasi bo'yicha yangi yo'riqnoma, nizom va qoidalar qabul qilinganda, xodimlarga tanishtirish maqsadida navbatdan tashqari yo'riqlashlar o'tkaziladi. Xodim xizmat safariga jo'natilayotganda navbatdan tashqari yo'riqlash o'tkaziladi. Shuningdek, xodim harakat xavfsizligi va mehnat xavfsizligi bo'yicha qo'shimcha talablar qo'yilgan lavozimda ishlayotgan xodimlar 30 kalendar kunida, harakat xavfsizligiga bog'liq bo'lmagan holatda faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar 60 kalendar kunida ishda bo'lmaganda navbatdan tashqari yo'riqlashlar o'tkaziladi. Ish joylarida ko'rilgan xavfsizlik choralariga qaramasdan, mehnat muhofazasi bo'yicha qoida va nizomlarning qo'pol ravishda buzilishlari kuzatilganda, navbatdan tashqari yo'riqlashlar o'tkaziladi. Navbatdan tashqari yo'riqlar xuddi davriy va birlamchi yo'riqlashlar singari sex boshliqlari tomonidan o'tkaziladi.